Вот, endi bundan keyin sizlarga umuman effektsiz video olmoqchiman. O'zimni tabiiy yuzim bilan, ana hozir yuzimda effekt yo'q. Masalan, men qoshlarim rasshovka qilingan, yarmidan yo'q. Agar oldin sezmagan bo'lsanglar, o'zim aytib ketay. Burnim sal kattaroq, tishimning pastlari qiyshiq va yuzimda o'g'ri chiqqan. Bu narsalarni o'zim tan olaman. Lekin bunaqa nuqsonsiz mukammal odam yo'q-ku va itagdali men uchun eng muhim narsa bu o'zligingdan uyalmasliging. Chunki qachonki siz o'zingizdan uyalmasangiz, o'shandagina qolganlar ham sizni o'shanday qabul qiladi va qabul qilish jarayonida ham ijobiy qabul qiladi. Va kimlargadir masalan o'ziga ishonmaydigan, samotsenkasi past va nima deydi, uni nuqsonlaridan doimo nollaydigan qizlarga motivatsiya o'rnida bo'ladi degan umiddaman. Chunki bizni shunaqa qilib yaratishdimi? Shunaqa qilib Alloh yaratdimi? Или всё bo'ldi. Nolimaslik kerak. Agar sizga bu yog'ingiz yoqmayotgan bo'lsa, mayli, пожалуйста, to'g'rilating, operatsiya qildiring, yo boshqa qildiring. U narsaga meni shaxsan qarshiligim yo'q. Sizlarni bilmadim va meni kuzatuvchilarni bilmadim. Shaxsan meni qarshiligim umuman yo'q. Lekin agar o'zingizni borischa ko'rsatishga uyalsangiz, bu narsani yengib o'tib, o'zingizni nuqsonlaringizni ham mukammal qilib plus tomonga o'girishni o'rgansangiz, bu siz uchun yaxshi. Doimiy nima deydi uni, yashash uchun ham yaxshi. Chunki sizlar может istoriya qo'ymasizlar, bloger emasdirsizlar yoki umuman ijtimoiy tarmoqqa rasmlaringizni qo'ymasligingiz mumkin. Lekin odamlarning orasida yashaysizlar-ku, to'g'rimi? Odamlarning orasida yashayotgan paytinglarda sizlarga kimdir kelib, "Voy, sen ranging xunuk ekan, voy, sen burning katta ekan." Вот menga shunaqa bo'lgan, men ular shunaqangi javob qaytarganmanki, ko'pchilik masalan sen o'zingni aftingga qarakim, mayli deganman. Zato rangim bug'doy rang bo'lsa ham o'zimga yarashib turadi. Mana o'zimni imijimga chiroyli bo'lib turadi. Men обязательно kimlargadir o'xshashim, shu borimcha men chiroyliman deganman. Burnimga kelganda ham shunaqa, burnimni ham masalan aytishganda to'g'ri, lekin men erkin nafas olaman. Ba'zi birlarga o'xshagan kislorodni tayyorlayotganim yo'q yoki burnimga shlancha tiqqanlar yo'q, yo bo'lmasam burnimni eng asosiysi aytganmanki, burnimniki har xil keraksiz odamlarni keraksiz gaplariga suqib yurmayman. Kimlarnidir shaxsiy мненияsiga tegib, ularga o'zimning fikrimni burnimni suqib bildirmayman deb, ularga shunaqangi chiroyli gap qaytarganman. Вот ana shu uchun o'zinglarni boringlarcha qabul qilishni o'rgansanglar, bu sizlarga doimiy ravishda katta motivatsiya beradi va keyinchalik ham birorta ish boshlamoqchi bo'lsanglar yoki ko'pchilikning yonida birorta fikr bildirmoqchi bo'lsanglar ham ana shu